bitta zo'ridan ko'rsataman. Chinakam 07 muxlislarga yuborasiz yoki Gelandwagen Mercedesni o'zavaz qilib yurganlarga yuborasiz. Sababi polni salon Tiffany qilingan. Lacetti Sdenia 4 ta Kenwood original kolonka va monitor qo'yilgan. Sababi oppoq go'zal 07 sotuvda. Polni Passatga yengil zavodga diska balon, yumshoq balonlarda krugoy tonirovkalar urilgan tayyor. Akalar, 07 ni muxlisimisiz? Bitta like bosib, tarqatavering, yaqinlarga maza qilsin. Kommentarga o'z fikringizni yozib qo'ying. Navarotini o'ziga taxminan $2000 ketgan. Farachaga ahamiyat bering. Faralar LED burchagini sevaman-da, bakoy yonadigan. Laboy get to'liq mashina shumka bo'lgan. Aytdim-ku, Mercedes ham bor bergan. Mercedes rul, polni tablo oynalik, video registrator, Tiffany salonni yana bitta ko'rsatay. Bismillah. Seklabadimlik elektronik, mashina mexanika. Signal ikkita ko'rdingizmi? Mazami shu joyi. Bitta ahamiyat berib qaraysiz. 408 mejikalni originali. Yana 717 nomer. Bu joyi mazami? Bagajga ahamiyat bering, propan gazi bor. Bagajda anchagina joy. Usritilli ham bor ekan. Akalarim, polni Navarot hisoblab chiqdingizmi nech pullik? Mashina $2600 yana kelishiladigan joyi bor siz uchun. Bu Tiffany 07 ni yili 2000-yil eslatib o'taman. Hozirroq telefon qilib savdolashing, ulgurmasdan qolishingiz mumkin, chunki bu 07 legendarniy klassik mashina. Egalar nomer telefonini videosida har doimgidek.